Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan slime boy bo'lib turibdi. Bugungi videomizda sizlar bilan 4 ta eng yaxshi modni ko'rib chiqamiz azizlar. Aytgancha, tabriklang bu safar va nihoyat skin bilanman azizlar, nihoyat bir amalladim, yo'lini topdim va skin bilan chiqdim. Xullas, vaqtni cho'zmasdan tezda birinchi modga o'tadigan bo'lsak, birinchi modimiz menimcha har bir Minecraft'ter o'ynayotgan payt bu muammo bo'ladi. Ya'ni qasr craftlarni unutib qo'yasiz. Yo bo'lmasam qanaqadir damlama tayyorlashni, ana retseptini, damlamani retseptini esdan chiqarib qo'yasiz. Shunaqa vaziyatlarda bizga mana bu mod yordam beradi. Xo'sh. Mana. Bu modning nomi Just Enough Items. Just Enough Items. Buni men bu modlarni albatta ilojini qilib Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanalim описаниеda yoki kommentariyada bo'ladi. Xullas, vaqt cho'zmaymiz. Mana qarang, bu yerda istalgan narsani, misol uchun mana xo'p, daraxtni qani mana Reznoy pесчаник qanday yoziladi mana. Hop, mana bu yerda mana. Mana. Boshqa narsa edi. Bu yerdan damlamalarni ham topsa bo'ladi. Mana bookshelf qanday yasalishi. Hop, endi bular yo'q-ku. Shunchaki Minecraftda bor narsani chiqarib qo'ygan mana. Mana. Qani qaysini bosib chiqdi? Mana. Xullas. Damlamalar qani? Damlama. Mana. Oynalarni qanday rang berishgacha berilgan mana. Xo'p. Damlamalar bo'limiga o'tsak tezroq. Ovoziga e'tibor bermaysiz, doimiy muammo. Tushunmadim, bo'pti. Chalg'imaymiz. Xo'p, mana. Misol uchun xo'p. Огнест кости. Mana. Svetokamenная pыльdan yasasa bo'lar ekan mana. Ular shunaqa, mana ko'rib turganingizdek juda foydali har bir narsani. Mana hattoki slime nima bu? Substock Sleazy. Bu boshqa narsa. Buni keyinroq sizga tushuntirib o'taman. Mana. Bunaqa narsalarni chiqarib bo'lmaydi mana. Xo'p. Xullas, juda yaxshi mod. Kerak bo'lgan payt, misol uchun bir nima unutib qo'ygan paytingiz shundan foydalansangiz, hammasini qanday yasalishigacha bor. Azizlar, mana. Juda kerakli va yaxshi mod. Mana hattoki qanaqa sehrlarni qo'shish mumkinligigacha berilgan mana. Sehrlar mana. Nimalar mana shu cho'lalarni qo'shsa bo'lar ekan. Bo'lmasam to'xtaylik, bundoq qilamiz hozir. Bitta yasalishida aytgancha zo'r. Xullas, mana. Mana. Qanday qilib nezere ishlaymasash, mana bitta qanday qilib to'g'irlash. Mana buni qo'yish orqali to'ldirish mumkin, sehrlash. Shunaqa mana necha urovni olishi ham berilgan. Albatta yuklab olishingizni maslahat beraman. Juda ham foydali mod. Albatta kerak bo'ladi. Modning nomini yana bir marta aytib o'taman. Modning nomi Just Enough Items. Xo'p, xullas, bu birinchi hozir biroz qotish yuzaga keldi. Bu birinchi mod edi azizlar. Aytgancha menda yana bitta narsa bor, resurs pack. Haligi nerede bu resurs pack? Hozir men bunaqa bloklarni remain degan
Resurs pak, mana bundaqa qilib narsalarni chiroyli qilib beradi. Buni shunchaki qo'shimcha uchun aytyapman. Xo'p, demak, keyingi modga o'tsak, vaqtni olmasdan, shoshmang, bu yerda qishloq bor ekan. To'satdan taxminiy seed edi bu. Xo'p, keyingi modimiz bu bo'ladi. Placeable items deb nomlanadi. Minecraftda siz xohlagan narsangizni ham yerga qo'ya olmaysiz. Misol uchun faqat bloklarni qo'ya olasiz yerga. Bloklarni. Lekin misol uchun yo fakelni qo'ya olasiz yerga. Mana bunaqa go'sht yo bir ikkita narsalarni qo'ya olmaysiz. Mana bunaqa оружие, kitob. Hozir yana bir ikkita narsadan olayin. Birazdan yana paqirlarni ham hatto qo'ysa bo'ladi. Mana. Qarang, buni qanday qo'yamiz? Buni qo'yishni o'rganib oling albatta. Shu qo'yishni o'rgatishimdan oldin hoziroq like va obuna tugmachalarini bosing. Bo'la qoling. Hoziroq like va obuna tugmachalarini bosing. Siz like va obuna tugmachalarini bosishingiz orqali menga katta motivatsiya va katta yordam bera olasiz. Qani ola. Xo'p, qarang. Shiftni bosamiz birinchi va sichqonchani o'ng tarafi mana. Shift sichqonchani o'ng tarafi. Qanday? Ajoyibmi? Qarang mana. Qarang, yerda o'ynab turibdi. Endi bu dekoratsiya uchun juda yaxshi. Misol uchun sandiqlar kerak emas sizga. Tagidagi blokni sindirsak ham turaveradi. Buni bossangiz sinib ketishi kerak. Sizga beradi asli. Endi men hozir kreativda bo'lganim uchun bermaydi. Hop. Mana buni, mana shift o'ng taraf. Hay, mana buni qo'yib bo'lmas ekan. Uzr, mendan xato ketdi. Shift o'ng taraf. Mana shift o'ng taraf, o'ng taraf, o'ng taraf, o'ng taraf, o'ng taraf. Ko'ryapsizmi? Kitoblarni ham qo'ysa bo'ladi. Bir ikkita narsalarni qo'ysa bo'ladi. Endi men bunga mana sabzini ham qo'ysa bo'lar ekan. Qarang, qanday ajoyib holatda. Juda chiroyli, to'g'rimi? Endi yaxshi e'tibor berilmagan shekilli. Hop, mana. Hop, paqir. Ajoyib. Qaranglar. Buni xohlagan paqiringizni qo'yishingiz mumkin. Xoh ichida lava bo'lsin. Agar ichida baliq bo'lsa-chi. To'kilib ketmasa bo'lmas. Rasvo bo'ldi. Hop, tezda buni olib olish kerak, ana balig'i bilan. Ay, to'xta. Rasvo bo'ldi-ku, qani? Paqir qani? Paqir qani? Shponi? Nima? Ha, mana ekan uzr. To'xtay. Olish kerak. Ana baliq. Bir baliq bilan mana olin, nima olmayapti bu? Voy, baliqni kuni bitadigan shekilli bu. Men seni yo'q, olaman. Yo'q, bo'lmayapti uni. Voy, o'ladigan bu baliq. Meni xato emasmi? Bo'ldi, tez eldirib qoldim. Qiynalmasin dedim. Bilasizmi, mana paqirni qo'ysak bo'ladi, nega qo'yib bo'lmadi hozir bilmayman. Mana qo'yib bo'lish kerak. Ana, demak oddiy suvli paqirni qo'ysa bo'lar ekan, ichida hech narsa bo'lmasligi kerak ekan. Xo'p, ye. Mana. To'g'ri, yorug'lik ham tarab turibdi, to'xtang. Hoziroq set day qoladi. Chunki kerak bizga tun emas. Hop, bu o'sha aytdim, placeable items modi edi. Ko'ryapsizmi? Dekoratsiya uchun juda ham chiroyli. Misol uchun endi bunaqa narsalarni solish uchun sizga haliga kerak emas. Sandiq kerak emas, sandiq. Sandiqqa joylab yurmaysiz. Hop, azizlar, bu ikkinchi modimiz edi. Bitta eslatib qo'yay, endi har ehtimolga qarshi. Mana bu tekstura pak. Qarang, yerga ham biroz o'zgarish bergan. Mana bu taraf va mana bu taraf. G'alati. G'alati. Juda ajoyib tekstura pak.
yuklab olish maslahat beraman. Davom etamiz. Azizlar, bizda 3-mod. To'xtaman, qo'limdagilarni shunday qilib yipatib tashab, mana shunday qilib, mana bunday qilib tashlaymiz-da. Keyingi modimiz. Keyingi modni men sizga aytib o'tirgan bo'lsam, keyingi mod biroz g'alati bu tuyulishi mumkin, ammo lekin bu modning nomi Not Enough Animations. Minecraftda oddiy animatsiyalar bor, ammo lekin siz bu modni yuklab olsangiz, sizga qo'shimcha animatsiyalar qo'shib beradi. Xo'p, misol uchun go'shtni olamiz, qarang mana. Yeyishiga e'tibor bering mana. Mana yeyish o'zgargan mana. Yeyish boshqacha. Va sizga hozir bittasini yana ko'rsatib o'taman. Buni ko'rgan edim. Rost bo'lsa kerak. Endi ko'rganim mana. Shu modni yuklayotgan paytim ko'rgandim. Bundoq qilib. Ustiga qo'yaylik. Mana shuncha endi narvon ham hattoki ushli shaklda. Mana hozir sinab ko'ramiz. F5. Mana tepa xato. Azizlar, mana ko'rib turganingizdek, chiqish ham o'zgargan mana. Chiqish holati ham o'zgargan. Mana qarang. Emaklab xuddi haqiqiy narvonga chiqqandek chiqadi. Va sizga bundan tashqari yana bor edi hozir. Mana bunday bo'ldi esladim. Sizganda men bu bitta blokda emaklaydi-ku, shu ham bor edi. Buni tagiga bundoq kirardi hozir. Aniqlagan. Sig'im to'g'ri. Buni tagiga turib, mana. Qarang, mana bu holatda ham mana. Xuddi emaklayotganga o'xshab, mana yurganimiz. Mana bu emaklayotganga o'xshab harakatlanadi mana. Ko'rib turganingizdek, qarang mana bundoq qilib, toki narsani otishida ham jicha o'zgarish bor. Juda yaxshi mod. Bu ham oddiy Minecraftdan zerikkan paytingiz shunaqa tekstura paklar va boshqalarni qo'shib o'ynasangiz, Minecraft haqiqiy ajoyib dunyoga aylanadi, azizlar. Aziz do'stlar, bu bizning nechinchi modimiz edi? Bizda bir eslab olaylik. Birinchi mod, 2, yoki 3-mod bo'lsa. Albatta azizlar, bu 3-mod ekan. 4-modimizga o'tadigan bo'lsak, 4-modimiz ham juda yaxshi mod. Ko'pchilik biladi, ko'pchilik bilmaydiganlar ham bor. Biladiganlar bo'lsa kerak bu modni oramizda. Xo'p, bu modning nomi hozir aytaman. Bu modning nomi Create, yaratmoq. O'zbekchasiga yaratmoq, Create modi. Qarang. Hop. Uzr. Mana. Mexanizm modi, ya'ni. Bitta qanaqadir bir baloli berdi, dastajeniya boshqa. Bitta xohlagan narsangizni topishingiz mumkin. Dekoratsiya uchun ham hattoki bor, azizlar. O'zini bir ikkita oyoq kiyimlari, diving, mana sho'ng'ish uchun, suv tagiga sho'ng'ish uchun kiyimlar. Ajoyib. Latunaya bir bola. Hozir val mana bundan olamiz, aylantiradi. Hozir bir daqiqa para gigantov. Xo'p. Mana narsa ham kerak. Bunisi ham kerak.
Bunga mana ulasak. Bunday. Mana o'zi o'rgatib turar ekan, qarang qanday yaxshi qarang, mana nima qilsangiz qat ko'rinishi mana. Hozir bunga nimadir qilsa, imon qarang. Nimadir tuzatar ekan buni. Mana qarang. Bir joylarni o'zgartirib qo'yapti. Yoki bir nimani ulash kerak. Torcheski motor, balki motor ulash kerakdir. Uzr. Hozir biroz qotyapti. Ana живой. Qotaveradi bu. Bas bu aylanish kerak hozir nimadir qilsang. Bu boshqarib turgan. Ne ya oddiydan qo'shamiki, mana bu dekoratsiya bor. Buni ko'rganimda ichida poyezd yasalgan edi-yu. Menimcha qo'lda yasashgan ekan, oddiy. Qanaqa ekan-ya? Oddiy richagda ishga tushar ekan. Las qisqa qilganda azizlar, bu aylanish kerak edi. Shunaqa bunda shunaqa ajoyib qurilishlar qilsangiz bo'ladi. Juda ajoyib qurilishlar qilishingiz mumkin. Xohlagan qurilishlarningizni. Speedometrlar turibdi mana, hattoki forsunka degan nomli ventilyator korpusi, mexanicheskiy remon bor ekan hattoki. Scepleniy коробка передач. Buni YouTube'dan ko'rib o'rgansangiz ham bo'ladi, yo bo'lmasam shuni ham yozib keting. Agar ana bo'lsa, shu modga qiziqqan bo'lsangiz, shu modni men sizga alohida video qilib chiqaraymi, yo'qmi? Shuni aytib o'tsangiz, men shuni ham xohlasangiz qilib chiqarishim mumkin. Shu modni. Aynan shuni. Xohlayapmiz, shuni chiqaring desangiz albatta. Sizlarning gapingiz bilan mana stress ozrение, ko'rishdagi stress, botinka va boshqa ishlar. Qarab turing qanday ko'p. Azizlar, men g'avvozman azizlar, g'avvoz slime boy. Buni suv tagida yurganda nafas bo'lmasa kerak, ketmasa kerak, adashmasam. Nafas olishingizga yordam beradi qisqa. Mana shunaqa. Qanaqa şey, g'alati ekan. Shunaqa, bu ham yaxshi mod. Bu ham yaxshi mod. Va bizning azizlar 5-oxirgi modimiz azizlar. Bu mod mebel modi. 5-oxirgi modimiz mebel modi. Mebel. Hamma ham albatta o'z uyini yaxshi bezatishni xohlaydi va mebellarni albatta yaxshi ko'radi deb o'ylayman menimcha. Shunday qilamiz. Mana Mebel Paladin mebellari. Menga so'rasam mebellar nomi so'roq ekan qiziq. Hop, mana stoldan bitta olamiz. Kreslodan ham olamiz. Qo'yib ko'ramiz endi hammasidan bitta. Hop. Stullar, divan ham bor hozir bu yerda mana. Yotoq, sondiq bilan. Bu yerda yana yangi qo'shimcha narsalar. Narvon, kitob qo'yadigan. Qarang, mana bundan ham bitta olamiz. Mana bundan olib nima qo'yib beramiz? Bekor qo'yib to'xtanglar. Hayajonlanyapman azizlar, hayajonlanyapman shekilli.
Bo'ldi. Davom etamiz. Mana bitta bundan qo'yamiz. Yo'q, bu yoqqa qarash kerak edi. Zo'r. Mana. O'rtaga esa stolni qo'yamiz. Bunisiga o'tirishingiz mumkin. Mana. Hop. Azizlar, men o'tirib oldim. Azizlar, meni ko'ryapsizmi? Men o'tirib oldim. Xohlasangiz bunisiga. Xohlasangiz yerga. Yerga. Xo'p, divanga hattoki uxlash mumkin. Bunday qilsangiz, anaqa boshlaydi, nima deydi? Spawn bo'ladi, o'sha narsa bosiladi. Mana bu so'ndi. Tumbichka. Bu tumbichkaning ichiga narsa solib qo'ysak bo'ladi mana. Afsus. Hop, eshik yopildi, ko'rdingizmi? Tumbichkaning eshigi ochilib yopiladi. Xo'p, mana kuxonniy yashik. Bu oshxona yashik ekan, oshxonani yashik. Bunisiga boshqa narsa qo'yib. Xullas, bu oshxonaniki ekan. Mana bunisi qanaqa bo'ldi? Buni qo'yib ko'rdik. Bo'ldi, mana kuxonniy yashikka solamiz. Bunga solamiz. Bizda pech ham bor. Pechda narsa pishirsak ham bo'ladi. Средний духовой шкаф smoker. Mana, hop. Birdan narsa qidirsak bo'ladi, nima pishirsa yo'q, pishirsa bo'ladi yo'q. Ko'mir mana bu yerda ovqat pishadi. Ajoyib. Buni qanday yasalishini ko'rsa bo'ladi. Voy, qarang, buni tasvirga bosib R harfini bossangiz, o'shani qanday yasalishini ko'rsatar ekan. Voy. Ajoyib-ku. Rakovina faqat bu endi shunchaki. Bunaqa narsalar ko'p azizlar, bundoq pastga tushsak. Nimalar bor ekan yana? Mana lampochka ham bor, hattoki. Nomini nimagadir egasi endi bo'lishkisi kelmaganmi deyman. Ana. Yo'q, yo'qmi hozir. Ana. Shunaqa azizlar, bu sizlarga aytadigan bo'lsam, ming afsuski, bu bizning so'nggi modimiz edi azizlar. Nima uchun? Bu bizning so'nggi modimiz edi. Xullas, bo'pti. G'alati ana o'qimasam, vaqtni olmasam, bu bizning so'nggi modimiz edi. Azizlar, iltimos, hoziroq like va obuna tugmachalarini bosib qo'ying. Axir biz 1000 ta bo'lishimiz kerak, azizlar, bo'la qolinglar. Like'larni ham bosishni unutmang. Sizlar bilan qadrdon YouTube'chingiz Slime Boy bo'ldi. Sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat